Jigar, sizga bundan qottasini topolmadim-ku. 2026-yilda sizga ham shunaqa katta to'ychoqlar nasib qilsin. Bitta like bosib qo'ying endi jigar. Bu mashinaga nima ish qilinganini Oybek sizga ko'rsatib beradilar. 2025-yil yakuni Cartex'da Cadillac bilan tugadi. Sizlarni vaqtinglarni ko'p olmoqchi emasman. Bu mashinaga nima ishlar qilib berganimizni ko'rsatib bermoqchiman. Premium kачествоda, premium mahsulotlar bilan premium servis xizmatini ko'rsatdik bu mashinaga. Ahvol og'ir edi. Polni kuzovda miyatinalari, chaqa-chuqa joylari, qirilgan, chizilgan joylari, kraska sepadigan joylari ko'p edi. Hammasini ideal qildik. Mashina zavod bo'ldi, polirovka qilindi. Polni kuzov 7 yil garantiyali 210 mikronli broneplyonkadan tomlarigacha urib berdik. Krugovoy tonirovka Global Airex seriyasidan eng zo'ridan urildi. Salon bron, salon laminatsiya, motor, ходовой, diska, balon, salon polni himchiska. Mashina ideal bo'ldi. Salonni ichida ikkita monitori bor edi. Oldidagi monitor bilan bir xil ishlaydigan qilib, CarPlay qo'yib, YouTube'larigacha ishlatib berdik. Yana salonda customni gilamli poliklarini qilib, Escalade yozuvlarigacha yozib berganmiz. Bu mashinani suvda ketayotgan kорабль desak ham bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman, bilasizmi? Oldi orqa bamperdan tashqari full variantda mashinani shumizolyatsiya qildik. Mashina bezuk bo'ldi. Taqir-tuqur, ortiqcha dovushlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, mashinani kopto qilib shumizolyatsiya qildirib oling, qutulasiz. Xullas, Cartex'ga kelaverasiz, ishingizni chiroyli sifatli qilib, har doimgidek bitirib beramiz. Bolalarning mehnatiga bitta like bosib qo'yasiz. To'xtang aytgancha, 2026-yil hammamizga omadli, barakali yil bo'lsin. Cartex'da ko'rishamiz, nasib qilsa.